yuboradigan. Mumkin emas. Agar qaysidir domla shunaqa qilayotgan bo'lsa, domlalikka dog' u odam. Domla unaqa bo'lmaydi. Bizning musulmonchilikda unaqa gap yo'q. Domlaning obro'si nimaga obro' bo'lib turadi? Tamaga bo'lmagani uchun. Birovning qo'liga qaramagani uchun. O'sha ma'noda endi Alloh taolo rizqni har xil taqsimlab qo'ygan. Boy odam boy bo'ladi, baribir. Kambag'al baribir kambag'allikda qoladi. Biz boylikda ham, kambag'alligida ham imtihondamiz aslida. Alloh subhanahu va taolo birovning haqqini yeb o'zlashtirib yolg'on gapirishni harom dedi. Buni ushlayman dedi. Buni jazosini beraman dedi va buni tajribasini dunyoda hamma ko'rgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat Nozim aka. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi davolab oling. Shayx yaxshimisiz? Tutingizda? Shayx yaxshimisiz? Tutingizda? Keyin anaqada oylik masalalarida imkoniyatingiz qanaqa aka? 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 Agar imkon bo'lsa yordamlashtirsangiz yaxshi bo'lardi aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nozim aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Salomatliklar yaxshimi? Tinchmi hamma tarafli? O'zingizda nima yangilik aka? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tuzimsiz? Charchamayapsizmi? O'zingizda yaxshimisizlar? Biror yangilik yo'qmi aka o'zingizda? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Aka, biror yangilik bo'lmadimi hali aka? Many months later. Alisham, aboyam bir kilo kelishib olgan. Meni guvoh ko'rsatyapti bular. Men aytdim, bermayman demayman, beraman domla, xo'p, o'rtoq, beraman. Savdo. Lekin sal xudodan qo'rqsin, pulim hozir danlayt, kelishim kutib turibman. Salaga o'xshab men vomagat qila olmayman. Bu ham diniy odammi, to'g'rimi? Uchrashganda pul uchun emas, puli nima, oxirgi darajali bu anodi dedi. Va oila olmayapman, xalqqa chiqib bidir qiladi. Pul zararlagan aka shunaqa otdi, nima deysiz? Ko'daganda demaydi, ustozing. Berolmayotgan bilan bermayotganning farqi bor-da, ishonsam. Ustozing dindan gapiradi, lekin musulmonlar mana shunaqa pulini oladi. Olim odam bo'lsa, musulmon odam shunaqa vomagat qilib sen bunaqa video chiqazaman, 10 minutlik bunaqa qilaman, mana qamataman, bunaqa qilaman. O'zi yetadi narsalarni olib qo'ygani, o'tida turgani, bozorga ta'sir qilgani, kapangado qilgani yetadi. Ishonsam musulmon odam bunaqa pulni olmaydi-yu, shunaqa qilib oladimi? Ya endi buni taktikasi aka shunaqadir. Ya beraman degan sababni aytdim-ku, bu vomagat qildi, o'shanda aytaman. Sardo bu apasning odam, eshitdi bo'lsin. Qamoqda chiqib olaman deb ishonsam, men Zaynobiddin degan otini aytdi-da, Zaynobiddin degan odamman, bilasan-a dotbang. Men oyligim, nimaga xo'p degan sababini bilasan, bu o'zi SMBda ishlaydimi, MVDdan, tushunmayman o'zi. Bu o'zi MVD ishlaymi, SMB ishlaymi? Buni tashlarini ko'rganlarim MVDdan edi. Telefon qilib yurganlari SMBdan, bilmayman endi. Qo'shni kim nima. Pul ko'rmagan, kelganda gadoy edi, to'g'rimi, bro? Gadoymidi? Gadoy emas, puli yo'q edi. Gadoy boshqa narsa. Endi nima, mayli biz san nechi pul o'zi tizdada keldi, to'g'rimi? O jala bizni unga yemagan narsasini olib berding-ku, Sardor, qo'ygan uyingga qilmagan narsasini yedirib yurding-ku, to'g'rimi? Ko'djalab hozir tuzlini yeb, tuzliga tupurib qo'lga berdik. Ish kompaniya o'zi 1% 1 million bo'lgandan keyin o'zi bular likillab boshqacha bo'lib qoldi-da, o'zi Alloh izniyle boshda 1% 500 ming sotdim, o'zing ko'rding. 1% 1 millionga sotdim, o'zing ko'rding. Bular o'zi niyati bor-ku, bizga bo'lgan ekan, ishonsan gapimmi? Kompaniya pul bo'ldi, jalab o'zgardi. Yuzini shunday o'zgartirib oldi. 17 ta biznesim bor edi bu. Iflosga aralashgunimcha, bu iflos ishga olgunimcha yaxshidan shay qilmaganman. Agar shay qilganimda jalab o'ldirib ketar ekanda bular.
Общий 9 million dollarga tushdim. Mana shu Abroketda bozorda 6 million dollar, 6,5 million dollar pulga tushdim. Ishqilib ustozing kod bo'lib chiqmasin, esingda bo'lsin. Eng g'alati ustozing kod bo'lib chiqmasin, shuningmi? Agar kod bo'lib chiqsa, hamma chiqdi, shuningmi? Nimaga jalab kod bilan bitta tayyor ovqat yesang, po'q qo'yma. Nima qilay, o'zim o'ldirib yuboring, bilmaganmanmi? Endi bilib olsan, po'q qo'yib olsan, senga farqi yo'qmi? O Nozim, qisir. Mumkin emas, agar qaysidir domla shunaqa qilayotgan bo'lsa, domlalikka dog' u odam, domla unaqa bo'lmaydi. Domlani obro'si nimaga obro' bo'lib turadi? Ta'maga bo'lmagani uchun. Birovning qo'liga qaramagani uchun. O'sha ma'noda endi Alloh taolo rizqni har xil taqsimlab qo'ygan. Boy odam boy bo'ladi, baribir. Kambag'al baribir kambag'allikda qoladi. Biz boylikda ham, kambag'alligida ham imtihondamiz aslida. Men ko'p kalla qo'yib yuboryapman, shunga shunaqa.